Sağ yaşasın. Salomat. To'la qulluq bo'lsin. Salomat. Salomat. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, uzoq yaqindan kelgan qavmi qarindoshlar, jigarlar, amma xolalar, qo'ni qo'shnilar, xush kelibsiz. Alloh nasib qilgan ajoyib xonadonda bugun chiroyli oqshom, fayzli to'y savobxonlari Azamat akamiz hamda Xayri Sofamizning xonadonlarida Muhammad Mustafa ukajonimizga chiroyli dasturxon yozib, yaxshi niyat bilan to'y berayotgan ekanlar. Avvalambor xonadon sohiblariga chin qalbdan to'ylar muborak bo'lsin.
fayzli kunlar muborak bo'lsin azizlar. Barcha mehmonlarimizga xush kelibsiz deymiz. Bosib kelgan qadamingiz shu xonadonga quvonch, shodlik, baxt keltirsin. Ro'za Ramazon oyi tugalanib, mana qarang, chiroyli kunlar, hayit ayyomi bilan birgalikda qo'shaloq to'y, yaxshi kunlar, bayragim barchaga muborak bo'lsin azizlar. Hayit ayyomi muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin azizlar, osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin. Tinch osoyishta kunga mana shunday yaxshi kunlar, to'ylar berishadi, yurtimizga ko'z tegmasin. Barcha mehmonlarga yana bir bor xush kelibsiz deymiz. Yaxshi kayfiyat, yoqilmishda sizlarga hamroh bo'lsin. Qo'shiqlarda davom etamiz. Davramiz boshida to'y bolajonimizni, buvajonlari, momojonlari bilan taklif etamiz. To'y bolajonimiz tayyor bo'lsa, marhamat, taklif etamiz davramizga. Yaşar yormadan Dombra çaladi babası Chanqovuz çaladi momosi Shu sozlarga o'ynab o'sgan Surxon elning bolasi Shu sozlarga o'ynab o'sgan Surxon elning bolasi